Ukamning o'qishlari qanday davom etyapti? HSK imtihoni bo'layotgan ekan, HSK ga registratsiya qilsa bo'ladimi? Qizda darslarni o'tishdi, tayyorlashyapti. Test ballariga qaraymiz. Agar ballar baland bo'lib turgan bo'lsa, registratsiya qilamiz. Qani test ballari qanaqa bo'lyapti qizlar? Hozirda HSK 1-2-3 tugatdik, shangi ham tugatdik va HSK 4-6 qismidamiz. Testi nechi? Ballari 230-240 chiqyapti. Hech narsadan foydalanmay ishlayaptilar. Aha, yaxshi. Bemalol testga registratsiya qilsa bo'ladi. Hali testgacha ham bir oy vaqt bor. Shu vaqt ichida ham qizlar tayyorlab berishadi. Maychaningiz siz bilan maqsadlaringiz sari kurashadi.